Dunyodagi eng aqlli inson qanday qilib bunday darajaga erishganini bilasizmi? Isroilning yosh shohi Sulaymon bir kecha tushida g'oyat g'aroyib chorlovni eshitdi. Xudo unga: "Senga nima berishimni xohlaysan? So'ra", dedi. Sulaymon oltin yoki dushmanlarning o'limini emas, balki xalqni adolat bilan boshqarish uchun donolik so'radi. Bu kamtarlik Xudoga xush keldi va egamiz Sulaymonga donolikka qo'shib tengsiz ilm hamda ulkan boylik ato etdi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: "Egamizdan qo'rqish ilmu ma'rifatning boshidir." Tez orada shohning donoligi butun dunyoga ma'lum bo'ldi. Hatto tabiat ham unga quloq solardi. Ikki ona bir go'dak ustida talashganda Sulaymon haqiqatni aniqlash uchun kutilmagan qaror qabul qildi. U qilichni olib bolani ikkiga bo'lishni buyurdi. Shunda haqiqiy ona o'z farzandini qutqarish uchun undan voz kechdi. Shunday qilib, butun xalq shohda ilohiy donolik borligini anglab yetdi. Sulaymon nafaqat Isroilni, balki butun tarixni o'zining oltin davriga olib kirdi. Haqiqiy donolik Xudodan beriladigan in'omdir. Siz ham hayotingizda shunday yo'lni tanlaysizmi? Donolik sirlarini biz bilan o'rganing. Obuna bo'ling.